Hey ChatGPT, agar shayton bo'lganingda 21-asrning erkaklarini qanday yo'q qilarding? Agar men shayton bo'lganimda va 21-asrda erkaklarni yo'q qilmoqchi bo'lsam, ularning maqsad tuyg'usini yo'q qilishdan boshlagan bo'lardim. Ularni o'rtamiyonalikka o'rgatardim. Men ularni chalg'itadigan narsalarga, video o'yinlarga, cheksiz ijtimoiy tarmoqlarda videolar ko'rishga, bema'ni o'yin, kulgilarga botirardim. Toki yillar o'tib, ular nima uchun hech qachon mazmunli narsa qurmaganliklariga hayron bo'lishmagunlaricha. Men erkaklikni o'zini buzib ko'rsatardim. Men kuchni, zaharli, yetakchilikni, ezuvchi, mas'uliyatni esa yuk qilib qo'ygan bo'lardim. Men erkaklarni erkak ekanliklaridan uyalishga majbur qilardim. Ularni himoyachi va ta'minlovchi sifatidagi tabiiy rolidan mahrum qilib va ularni maqsadsiz, zaif va qaram qilib qo'yardim. Men lazzatni taraqqiyotdan ustun qo'ygan bo'lardim. Men ularni amalda bajarishni o'rniga, dopamin chiqindilari, haqiqiy munosabatlar o'rniga, pornografiya, sog'liq o'rniga, zararli oziq-ovqat, uzoq muddatli muvaffaqiyat o'rniga, qisqa muddatli foyda ketidan quvishga majbur qilgan bo'lardim. Men illatni, ozodlik, intizomni esa qamoq kabi his qilishga majbur qilgan bo'lardim. Men ularni dindan judo qilgan bo'lardim. Ularni din eskirganiga, Xudoga bo'ysunish zaiflik ekaniga, axloq esa subyektiv ekaniga ishontirgan bo'lardim. Men ularning ongini nigilizm va gedonizm bilan to'ldirgan bo'lardim, toki ular hayotning navbatdagi kayf ketidan quvishdan boshqa ma'nosi yo'qligiga ishonmagunlaricha. Men ularni yolg'iz, zaif va himoyasiz qilib qo'ygan bo'lardim. Chunki qabilasi, maqsadi va e'tiqodi bo'lmagan odamni boshqarish eng osondir.